Olomonga. Abdulla Oripov, O'zbekiston qahramoni. Mashrab osilganda qayoqda eding? Cho'lpon otilganda qayoqda eding? Surishtirganmiding Qodiriyni yo? Qalqon bo'lganmiding kelganda balo? Hukmlar o'qilur sening nomingdan, tarixlar to'qilur sening nomingdan. Nimasan? Qandayin sehrli kuchsan, nechun tomoshaga bunchalar o'chsan? Qarshingda hasratli uyga tolaman. Qachon xalq bo'lasan sen ey olomon? Mashrab osilganda ham olomon edingiz. Cho'lpon qodiriylar otib pechaga tiqib yoqilganda ham olomon edingiz. Ura qilib yurganingizga hozir ham ura qilib yuribsiz. Orifaga nisbatan akt tuzdirib, o'lganlar hisobiga qo'shib 2007-yil 5-sentyabrda menga nisbatan akt tuzdirdingiz. Buxoro shahar 39-soni Losha mahalla fuqarolar yig'ini bosh bo'ldingiz. 2007-yil Foshun aholi punktidan 70 kishi ming yillar davomida e'tiqod qilib kelgan islom dinimizdan uzoqlashtirilib, xristian diniga turli xil aldov yo'llari bilan kiritilganida qayerda edingiz? Qayerda edingiz?